alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Moskva, Chipaksan, Nijni-Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan amalga oshirilmoqda. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da reysiy avtobuslarimiz Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib boradi. Undan tashqari Toshkent, Kazanda, Brejnitchili, Nijnikamskiy, Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha esa seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da reysiy avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Sizga ham xuddi shunday ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa yoki onlayn tarzda biletlaringizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Telegram, YouTube, Facebook, Instagram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham siz o'z savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchik moslamalari, qishin yozin ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Shunday ekan, bizning biletlarimizdan xarid qiling va komfort zonada siz o'z manzilingizga yetib olishingiz mumkin. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling, tanlovda adashmang.